Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala Rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizni fazilatli bu kunlarda, barakotli soatlarda, Juma kunida Alloh taolo ibodatlarimizda Robbim qabul ayladi. Alloh taoloni o'zi har birlarimizga fazilat, manfaat va yaxshiliklarni Robbimning o'zi nasib aylasin inshaalloh. Alloh taoloning fazilati ila yana bir xush xabarlarimizdan bugun Sha'bon oyining 1-kuni. Bu degani Ramazonga roppa-rosa 1 oy qoldi inshaalloh. Alloh taolo har birlarimizni Ramazonda go'zal va mukammal ibodatlar qilmoqimizni Robbim nasib qildi. Ramazon oyining sunnatlaridan, Ramazon oyida biz qiladigan ishlardan nima? Imkon qadar roza tutaylik. Boshqa masala yo'q. Falon kuni falonta duo, falon kuni falonta sura degan joy yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Sha'bon oyida ko'p roza tutardilar. Bizga ham tavsiya, Sha'bon oyida ko'p roza tuting. Kimdir bor mana? Kimdir emas, ko'pchilik desak ham xato bo'lmasa kerak. Oxirgi tutgan ro'zamiz shu Ramazonning oxirgi kuni. Undan keyin ro'za tutganimiz yo'q. Dushanba, payshanba ro'zalari bor, Muharramning ro'zalari bor, nafil ro'zalari bor, qazo ro'zalari bor. Masalan, shukrona ro'zalari bor, tutganimiz yo'q. Oxirgi tutgan ro'zamiz shu Ramazonning oxirgi kuni. Undan keyingi 6 kunlik Shavvolni ham tutganimiz yo'q. Shuning uchun nima demoqchimiz? Ramazonga tayyorgarlik o'laroq, Ramazonga mukammal roza tutishlikni niyat qilib, inshaalloh Sha'bon oyi 1 oy qoldi. Ramazonning rozalarini inshaalloh tutishlikka tayyorgarlik ko'raylikki, Alloh rozalarimizni Robbim qabul aylasin inshaalloh. Bugungi Juma amr ma'ruf soatlarimizda dinimizda salomatlik va poklikning ahamiyati degan mavzuda Juma amr ma'ruflarimizni olib boramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ya ayyuhan nas antumul fuqaro ilallohi vallohu huval g'aniyyul hamid degan oyatni keltiradi. Bu oyat hamma joyga to'g'ri keladi. Bu shunday oyatki, ey insonlar, sizlar Allohga muhtojdirsizlar. Ya'ni bandalar Allohga muhtoj. Antum fuqaro, biz faqirmiz aslida. Bizni qo'limizdan aslida hech narsa kelmaydi. Alloh u behojat, boy va Alloh taolo har narsaga qodir va hamdga loyiq zot. Umum ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatda shunday. Inson aslida faqir. Hech narsa qo'lidan kelmaydi. Butun baquvvat jasadli bo'lsa ham bitta ko'rinmas asab tolasi og'rinsa, uni tikla olmaydi. Yoki insonni qo'lida bugungi kunda Allohning fazli o'laroq ko'p narsalar qo'lida bo'lishligi mumkin. Lekin farzandini, nevarasini ustiga bir musibat, bir kasallik yetsa, butun mol va davlatini fido qilishlik o'laroq uni tuzata olmaydi. Yoki insonning o'zida bir nuqson yetadigan bo'lsa, bir kamchilik yetadigan bo'lsa, Alloh xohlamasa butun mol va davlatingiz, butun imkoniyatingizni ishga soling, siz kim bo'lishligingizdan qat'iy nazar uning joyini inson to'ldira olmaydi. Shuning uchun Alloh Qur'onda nima deyapti? Antumul fuqaro. Sizlar kambag'alsizlar, sizlar faqirsizlar, sizlar ojizsizlar deyapti Alloh Qur'onda. Biz ojizligimizni bundan ozgina oldingi yillarda, pandemiya yillarida ko'rdik. Bu eng katta sinovlardan. Lekin bugungi kunda birodarlar, bir maslahatim bor. Qanday maslahat deganda, biz Alloh taoloning fazli ila kasalxonalarga yoki boshqa joylarda yoki kasal insonlarning oldida domla bir Yosin o'qib bering, bir duo qilib bering degan ma'noda bizni chaqirishganda biz borganimizda
Haqiqatda u xonadonning ijtimoiy va siyosiy ahvoli qandayu bir kasallik bilan kurasha olmayotganligini ko'rayotganimiz. Yoki insonni o'zi ozgina muddat oldin o'zi kim bo'lgan u bugungi kunda kasalxonada ojiz holatda yotgani insonni o'zi shu-da mana. Qadr qiymati, kuchi, quvvati man degani birodar insonni burnidan yog'i o'tmaydi. Aslida. Shuning uchun Alloh taoloning qudratiga iymon keltirgan holimizda buzuvsiz bugungi kunda hayot guzaronlik qilaylik. Chunki aslida biz Allohga muhtojmiz. Biz muhtojmiz. Mana namoz o'qiymiz. Nega namoz o'qiymiz? Biz Allohga muhtojligimiz uchun namoz o'qiymiz aslida. Bizni namozimizga, bizni ro'zamizga, bizni qurbonligimizga, bizni ihsonlarimizga aslida Alloh muhtoj emas. Kerak emas Allohga. Shuning uchun bir olim aytadi, xohlang namoz o'qing, xohlang namoz o'qimang, xohlang ihson bering, xohlang ihson bermang, xohlang haj umraga boring, xohlang bormang. Aslida u narsalar sizga kerak, menga kerak. Allohga kerak joy yo'q. Din men bilan sizsiz ham rivojlanaveradi. Qur'on men va siz o'qimasak ham u mavjud turaveradi qiyomatgacha. Alloh Qur'onda aytgan: "Inna nahnu nazzalna zikr innahu lahafizun." Biz Qur'onni, zikrni nozil qildik, qiyomatgacha o'zimiz muhofaza qilamiz. Qur'onlarimiz uylarimizda chang bosib yotibdi. Bo'ldi, xohlang o'qing, xohlang o'qimang. Aslida uni o'qishga, dinga mahkam turishlikka, ibodat qilishlikka Alloh muhtoj emas, siz muhtojsiz. Biz muhtojmiz. Farzandlaringizni ibodatli, tarbiyali, salohiyatli qilib o'stirish masalasiga hozir aytganimizdek biz muhtojmiz. Mana shuning uchun Alloh taolo fazilat o'laroq Allohdan baraka so'ragan holatda biz usiz Allohdan ofiyat so'raylik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Sallallohu al-afva wal-afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiyah." Albatta, avf, Allohdan avf, ya'ni gunohlarning kechirilmoqligi va Allohdan ofiyat so'rang. Zero hech kimga iymondan keyin ofiyatdan ko'ra afzalroq ne'mat ato etilmagan. Ofiyat deganda biz nimani tushunamiz? Avfni tushundik. Alloh biz u sizni bilib bilmay qilgan xato, kamchilik, gunohlarimizni kechirishligi, bu avf bu. Buni tushunamiz. Ofiyat deganda biz nimani tushunishligimiz kerak deganda tanimizni sog'lig'i, rizqimizning mo'lligi va turli xavf xatarlardan omonda bo'lishligimiz. Bu ofiyat.